Bismillahirrahmanirrahim. Durus lug'at ikinci qism 6. dars. 6 darsimizda ilgirki darslarga qaraganda so'zlangan nuqtaliq grammatika asosan yo'q derilgan. Tamamen ilgirki grammatikaning takrorlanishi hisoblanadigan grammatikalar bor. Endi nuqtaliq deb qo'yganimiz masalalarni ishlatilmoqchi. Biz burunni deb kelgan salla mandaq ishlatildi. Bir bilan ikki tamamen ishlatilmaydi. Bir kitob deganga kitob vahid demasakmi, kitob desak, kitob deganlik bir kitob deganni ifodalaydi. Rajulun desak bir odamni ifodalaydi. Shunga vahid degan so'zni qanday qilsak bo'ldi, ishlamasak bo'ldi. Ikkiga ishlatmaymiz. Nimishqa so'zning o'zidan ikki degan ma'no chiqarili bo'ladi. Masalan, bir kitob degan kitob desak, ikki kitob degancha kitobani, rajulun, rajulani deb. Asosiy sonlar 3 dan tortib ishlatiladi. Endi 3 dan tortib 10 bo'lgan oralikda bir xil ishlatiladi. Masalan, qanday ishlatiladi desangmi? Er kishining oldiga kelib qolsa, erlik ismini oldiga kelib qolsa, ism ayollik shaklda, ya'ni ta'sis. Ayollik ismini oldiga kelib qolsa, erlikning oldiga kelib qolsa, ayollik shaklda, ya'ni ta'lik shundami? Ayolning oldiga kelib qolsa, erlik shaklda, ya'ni nima? Ta'sis ishlatiladi. Masalan, kitob qarab baxsak bu erlik ismmi, ayollik ismmi? Erlik ism. Buni 3 kitob demoqchi bo'lsak, ta'lik 3 degan songa keladi. Masalan, salasatu kutub. 3 odam demoqchi bo'lsak, odam degan nima edi? Rajul. 3 demoqchi bo'lsak, salasatu rijal. Erlikka ayolliksan, ayollikqa erliksan. Bu bir nokta. İkinci nokta. 3'ten tortib 9'gacha bo'lgan, yani 10'gacha bo'lgan sonlarning keyin kelgan ism ko'plik shaklida zir o'qiladi. Bu nokta tushunizda. Salasatu kutubin, salasatu rijalin, salasu niswatin o'xshash. Endi 10'dan tortib 19'gacha, 11'dan tortib 19'gacha bo'lgan sonlarda 10 erga erlik, ayolga ayollik keldi. Ama qishdagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deganlar bayatimiz degandek aksi keladi. 1 bilan 2 10, 3 dan tortib 9 aksi keladi. Masalan, 11 odam demoqchi bo'lsak, rajul degan erlik shundami? Birni erlik qilamiz ahada. 10 ni erlik qilamiz ashara rajulan. Isna ashara rajulan. Endi 13 kelgan vaqtda 3 degan son ayollik qildi, 10 degan son erlik qildi. Masalan, salasata ashara rajulan. Agar ayollik deyilib qolsa, 3 degan son erlik, 10 degan son ayollik qildi, salasa asharata imraatan. Bu nuqtalar asosda tushunilib qoldi. Endi 11 dan tortib 99 gacha bo'lgan sonlardan keyin kelgan ism birlik zavar shaklida. 15 odam 15 rajulan. Mushnoqni aytmoqchiman. Qayda bir qitim deb turay. Ixcham qilib, 10 dan tortib 19 gacha bo'lgan sonlar o'zining keyin kelgan sanalg'uchi bilan butun son mas qadamda qildi. Ya'ni 10 degan son mas qadamda. Erlik, ayollik. 10 ning qishdagi son 1 bilan 2 mas qadamda, 3 dan 9 gacha bo'lgan son qanday ta'tir shaklda. Ya'ni erga ayollik, ayolga nima? Erlik shaklda keladi. Mana bu o'rganliklarimizdagi bir qadar muhim bo'lgan grammatika. Oldi bilan al-kalimatul jadidini o'qib tarjima qilay. Majallatun, rakibun, rukkabun, shaqqatun, shaqaqun, imaratun, amair, sinnun, asnanun, kalimatun, suratun, suwarun, jaa, kawa. Hati,
Lima. Limaza. Jaw'an. Jaw'a. Ja'un. Azunnu. Hamda majallatun degan jurnal degan ma'noda majallat ko'pligi. Rakibun yuluvchi. Rukabun yuluvchilar. Shaqqatun bir farz degan ma'no bor, ammo uy degan ma'nosi bor. Lupan uy emasmi? Lupan uylarni shaqqa deydi. Shaqqaqun ini farz degan ma'nosi bor, shu lupan uylarni shaqqaqun deydi. Imaratun imorat, amayr ko'pligi. Sinnun yosh, undan keyin chish. Aslan ko'pligi. Kalimatun so'z, kalimat so'zlar. Suratun sura, Qur'ondagi suralar. Suvar ko'pligi. Jaa yaji'u, keldi, kelyapti. Kawa yakwi, dazmalladi, dazmallayapti. Ondan keyin bugungi darsda grammatikalik va tashqi ega so'zlardan hati, hati. Hat apga degan ma'noda. Buning ayollik shakli hati. Ikkinchisi lima. Bu limaza ma'nosida. Ya'ni nima uchun degan gap. To'rtinchisi jav'an, shakldagi sifatlar. Buning ayollik shakli jav'a keladi, ko'plik shakli jiya'a keladi. Oldi bilan men sizlarga dialogni o'qib beray. Ad-darsu sadisu. متى رجعت من المدرسة يا بني؟ رجعت قبل نصف ساعة. أين أختك مريم؟ أما رجعت؟ لا أدري، أنا ما رأيتها. ماذا قرأت اليوم؟ قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. أفهمته؟ نعم، فهمته جيدا. أما قرأت القرآن اليوم؟ بلى، قرأت سورة الرحمن وحفظتها. ففرح بي المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل. ما شاء الله، زادك الله علما يا بني. أغسلت قمصاني يا أمي؟ نعم، غسلتها وكويتها. خذ هذا القميص. هاتي ذاك يا أمي، ذاك أجمل من هذا. تدخل مريم. السلام عليكم، كيف حالك يا أمي؟ وكيف حالك يا أخي؟ وعليكم السلام. أهلا يا بنتي، متى خرجت من المدرسة؟ خرجت بعد صلاة الظهر. أين زميلاتك آمنة وفاطمة وسعاد؟ أنا ما رأيتهن بعد الصلاة. يا بنتي، أخوك حفظ سورة الرحمن. أي سورة حفظت أنت؟ أنا حفظت سورة الجديد، سورة الحديد، وهي أطول من سورة الرحمن. وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ. ما شاء الله، إنك طالبة مجتهدة. أنا مسرورة بك. أذهبت إلى المكتبة اليوم؟ نعم، ذهبت. ماذا قرأت هناك؟ قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام. باللغة العربية هي؟ لا، هي باللغة الإنجليزية. أذهبت إلى المديرة؟ لا، هي ما جاءت اليوم. لما؟ أظن أنها ذهبت إلى مكة. أشربت الشاي؟ لا، ما شربت. للخادمة: هات الشاي يا ليلى، وهات قطعة خبز أيضا يا ليلى، أنا جوعان. Hozir dialogni tarjima qilamiz, ammo tarjima qilish oraliqida ma dialogdagi bir qism grammatiklarni izohlab o'tib ketaman. Asosliqi bugungi dars xuddi oldingi darslarga bir xil takrorlash darsdak. Ko'pincha oldidagi o'tib ketgan grammatiklar bir xil takrorlanadi. Masalan, birinchi diqqat qiladigan nuqta o'tgan zaman fe'llarining har xil shaklda turlanishi. Mesela zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtum. Zahab, zahabta shaklidagi fe'llarning har xil shaklda qanday qilinishi, turlanishi. Va bir qism alohida so'zlarning ishlatilinishi. Hammasini o'z jarayonida so'zlab o'tib ketaman. Mata raja'ta min al-madrasa ya bunayya. Maktabdan qachon qaytdingiz, bolam?
Ma'runda o'xshashlar raja'ata. Raja'a filninki ikkinchi shaxs erlik birli shaklda turlanishi. Raja'tu qabla nisfi sa'a. Yarım soat ilgari qaytdim. O'xshashlar raja'atudagi raja'atu filning birinchi shaxs erlik shaklda turlanishi. Ayna uxtuka Maryam? Uxtuk odatda qiz qarindoshga ma'noda. Hamda xalqa vaqtda ochiqmi yoki singisimi ishlatilgan bo'ladi. Qanaqdir ma'u ya singlisi ochisi. Shunga singingiz Maryam qani? Amaraja'at u qaytmadimi? Mushada amaraja'at o'tgan zaman filninki ayollik, uchinchi shaxs ayollik bunday shaklda qanaqa turlanishi. Mushada Arajaat deb kelgan bo'lsa, qaytdimoladi, bulush shaklda so'rashundami? Agar bulusiz shaklda so'ramoqchi bo'lsa, qana so'raydigimiz ma'no qo'shib amarajaat bilan so'rsak bo'ladi. La adri ana ma ra'aytuha. Ya bilmayman, men uni ko'rmadim. O'xshashlar ma ra'aytuha. Ya'ni filni nima bilan inkor qilyapti? Ma bilan inkor qilyapti. Ondan keyin ma ra'aytuhadagi ha degan almash, endi domir kimga qaratilgan? Maryamga qaratilgan, ha? Asli bu hiya. Bunun tushunilishi holatida, ya'ni maf'ulun bih bo'lgan holatida filga qo'shilib, qanday shaklda keldi? Ha shaklda keldi. Maza qara'tal yawm? Bugun nima o'qidingiz? Qara'ta o'xshashlar fil ikkinchi shaxs erlik birlikning turlanishi. Qara'tal yawm darsan jadidan fil fiqh. Bugun men fiqh to'g'risida yangi bir dars o'qidim. Bu yerdagi qara'at fil tu'ning fa'ili hisoblanadi. Darsan maf'ulun bih. Siz oldingi darsda o'rganib o'tgan maf'ulun bih. Afahimtahu? Uni tushundingizmi? O'xshashlar fahima fil ta uning fa'ili bu uning to'ldiruvchi maf'ulun bih. Na'am, fahimtu jaydan. Ha, uni bak yaxshi tushundim. Amma qara'tal Qur'anal yawm? Bugun Qur'on o'qimadingizmi? Unchada ha o'qidim degan ifodalash nima bilan javob beramiz? Bala. Ha o'qidim. Qara'tu suratul Rahman va hafiztuha. Surah Rahmanni o'qib, uni yodladim. O'xshashlar qara'tu, hafiztu anikin hafiztuhadagi hadiyan almash Surah Rahmonga qaratilgan, ha? Surah Rahmon qaratilgan. Fafariyal bil mudarris kathira. Shuning bilan men bilan o'qituvchi bak ko'p xusholib ketdi yoki menga bak ko'p xusholib ketdi. Fariha bil o'xshashlar mudarris nimasi? Fa'il. Chunki xusholib odam kim o? Mudarris. Xusholib bundaq dedi. Vaqal bundaq dedi. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Siz haqiqatan sinfdagi o'quvchining eng yaxshisi. Bu yerda biz oldingi darslarda o'rgangan inna. Ulug'mushaba bildirilgan, buning ismi kaf, ahsanu talibin nimasi? Xabari. İkinci qoida ahsanu talib. Ya'ni ismi tabzilninki muzaf shaklda ishlatilinishi. Muzaf shaklda ishlatilgan vaqtda buni tarjimasini qanday qildik? Ning eng yaxshisi deb tarjima qildik. Ning ichidagi eng yaxshi yoki ning eng yaxshisi. Mashaalloh, zadakallohu ilman ya bunayya. Mashaalloh, Alloh sizning ilmingizni ziyoda qilsin. Asli zadakallohu. O'tgan zaman pelishindami ziyoda qildi degan gap, ammo bir qism jumlalarda bu duo bo'lib qilsin, asson deb tarjima qilindi. Xuddi sahobalarning ismini tilga olsak, unda deymiz radhiyallohu anhum deymiz-ku. Ulardan Alloh rozi bo'ldi emas, balki rozi bo'lsin deb tarjima qilindi. Shunga o'xshash. Ammo zadakallohu ilman, Alloh sizni ziyoda qilsin. Qaysi tarafda ilman bir xil tamyiz degan bir tur bor. O'rganmadingmi? Tamyiz degan tur bo'lib, ilm jihati ziyoda qilsin degan ma'noda. Ghasaltu qumsani ya ummi? Ana ko'ynakimni yudingizmi? Ghasalti. Naam. Qaranglar, oldingi jumlada ama qarasida bulishsiz so'rab edi, buning balada javob berdi shundami? Endi hozir ghasalti deb bulishliq so'rab edi, buningga naam. Ha, ghasaltuha va kawaytuha. Uni yuyib dazmollab qo'ydim. Bu o'xshashlar birinchi shaxsniki birlik shaklda turlanishi. Ghasaltu kawaytu. Khuz hadal qamis. Bu ko'ynakni tut. Khuz ahaza ya'khuzun chiqqan buyruq bildik. Biz buyruq bil chiqishni o'rgandik, ha? Hadi zaka ya ummi. Ana aklang. Zalika ajmalu min haza. Aw ma'nodin chiroyliqroq. O'xshashlar ajmalu min. Oldingi darsda degangan af'alu min. Ismi tabzilning nimalar ishlatilinishi, min nimalar ishlatilinishi. Bu vaqtda
tarjimani qanday qiladi? Din roq. Din chiroyliroq. Tadxul Maryam kiryapti-da. Assalomu alaykum. Ahvolingiz assalomu alaykum. Kayfa haluka ya ummi? Ana ahvolingiz qanday? Va kayfa haluka ya akhi? Aka ahvolingiz qanday? Va alaykum assalom. Ahla ya binti. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz qizim. Mata kharajti min al-madrasa? Maktabdan qachon chiqqanding? Anmayda kharajti. Ikkinchi shaxs ayollik birlikning turidan chiqishi kharajti chiqadi. Agar erlik bo'lib qolsa kharajta chiqadi. Mush nuqtaga diqqat qilaylik. Kharajtu ba'da salati zuhri. Peshin namozdan keyin chiqdim. Ana o'rinda kharajtu. Erlikka o'xshash kharajtu, ayollikka o'xshash kharajtu. Amsila o'rganmagan bir nuqta. Ba'da salati zuhri. Peshin namozdan keyin. Nishqa salati ham zuhri deb zikr qiladi. Arab tilida muzofillayda bir qurilma bor. Muzofillar degan ikki so'z birikib, ikkinchisiga ning qo'shimchasi qo'shilsa, muzofillay bo'ladi. Shu qo'shimchaning ikkinchi turi, ikkinchi bo'ligiga nima qiladi? Zikr qiladi. Bu to'g'risida ikkinchi tafsirga to'xtalamiz. Ayna zumala tuki Amina va Fatima Suat. Sizning Amina va Fatima Suatdan iborat saboqdoshlaringiz yoki sizning saboqdoshlaringiz Amina, Fatima Suatlaqini ana mara'aytuhunna ba'da salat. Men ularni namozdan keyin ko'rmadim. Va o'xshashlar qilmadim, aytmadimni nima ifodalayotdi? Ma. Ya binti, akhuka hafiza suratul Rahman. Ayya suratun hafizti anti? Qizim, akangiz surah Rahmanni yodlabdi. Siz qaysi surani yodladingiz? Ada hafiza erlik, uchinchi shaxs birlik shakl, hafizti ayollik, ikkinchi shaxs birlik shakl. Ana hafiztu suratul Hadid. Men surah Hadidni yodladim. Va hiya atwalu min suratul Rahman. O surah Rahmandan uzunroq. O'xshashlar ism tafsildan keyin minlashtirilishi. Atwalu min, ya'ni af'alu min, dinroq. Va kazalika hafiztu 16 ayatan min suratul Naba. Va shundaqla surah Nabadan 16 oyat yodladim. Ana bu kelgan vaqtda oyat erlik shaklmi, ayollik shaklmi? Ayollik shakl. Chunki tava shundami? Shunda o'g'achqa biz bayat o'rgangan qoida bo'yicha sonning butun shakli mas holatda ayollik keldi. 10 tada ayollik keldi. Ammo part shakli 6 dan aksi bo'yicha ayollikga qanday shaklda erlik ta'zir shaklda kelyapti-da, 6 tada. Mashaalloh. Innaka talibatun mujtahida. Siz tirishchan bir o'quvchi. Ana mas'ulatun bik. Adhabti ila al-maktabat al-yawm? Bugun kutubxonaga bordingizmi? Na'am. Zahabtu. Ha, bordim. Maza qara'ti hunak? Va nima o'qidingiz? Qara'tu majallatan min Pakistan ismuha al-Islam. Men Pokistonning bir jurnalini o'qidim. Uning ismi al-Islam. Abil lughat al-arabiyya hiya o arab tili bilan mekan? La, hiya bil lughat al-ingliziyya. Ya o ingliz tilida ekan. Azhabti ila al-mudira? Bugun mudirning qashqa bordingizmi? La, hiya maja'at al-yawm. Ya, o bugun kelmadi. Lima? Amma o'rindagi lima biz davom ishlatayotgan lima bilan o'xshash. Shuni tushunsak bo'ldi, ha? Azunnu annaha dhahabat ila Makka. Amma azunnu qarashimcha deb qarayman degandek tarjima qilindi. Qarashimcha u Makkaga ketdi-ku deyman yoki uni Makkaga ketdi-ku deb o'ylayman. Asharibti shay ishdingizmi? La, ma sharibtu. Yo'q, ichmadim. Apsi xizmatchiga da'vatdi, ha? Hati shaya ya Layla. Layla, chay akilim. Maryam endi o'tdi. Va hati qit'ata khubzin aydan ya Layla. Layla, nonmu akil. Qit'ata khubz asli bir parchadan degan gap, ha? Odatda normal odatdagi bir nonni qit'ata khubz deb ishlatiladi. Ya'ni bu qit'ata khubz esa bir nonni quchuqlab o'tirib ish qilib akil deganlik emas. Bir normal bir nonni qit'ata khubz deydi. Ana jawa. Men qusqum echib ketdi. Yoki mening qusqum echib ketdi. To'y.